İkinçilerimiz, Cerişkartonun yana agrotexnik çaralarını kırtıp, ikinçilik kulturasını üstürü, ikinlerini terbiyeli okutuşlara hem ulanlara karşı şkartı teknolojiyan kullanı diyetsen de mol onuş alığa eriştiler. Rayonumuz ikinçiler 20. yılda da Aktanış ikincisi isimle tapşırmadılar. Hektarından 41,7 sentner onuş alıp, 200 bin tonna kukuruzunla hesap kalıp, bir türlü açlık zinap aldılar. Şu vakitte aytırıya kerek, alдағы slayd boyunca ko'rib ketsek, avul xo'jaligi produksiyasi yetishtiruv bizning orta 94-yilgi bayalar bilan hisoblasak, biz faktiski 2 martaba orttirganmiz avul xo'jaligi produksiyasi yetishtiruvini. Shu vaqtda men belgilab ketasim kela, var har xo'jalikda bizning tiyishincha yerdan foydalanadi deb aytib bo'lmaydi, baribir endi ol mana bu xizmatni ediz, hisoblar güzel deganmen, alдағы saytni qo'yadi. Bor motor kuchli ishlovchilar, yerdan foydalanuvchilar, bor qizil zonadagilar. Bu qizil zonada boshaqning o'rnashuv paka, olg'a kabi, safar kabi xo'jaliklar bular endi krupniy yeginchilik xo'jaliklari bitindi. Ko'rigi sonlarini analiz qilib biz yerdan bu darajadagina foydalanishga tegishli tugul deb men hisoblayman. Alдағы slayd ondan so'ng nechikini aytsak da, birovda bugun tik yotmay, hurmatli yeginchilar, hurmatli yetakchilar, oshlamalar bilan ishlovga bor e'tiborni orttirish kerak bizga. Bugun endi o'zimizga yesitni ro'mushli etib maqsad etib qo'yamiz ekan. O'zgan yil bizga 69 yillar ta'sir etib shunda oshlama kiritdik yillar bizga. Bu yilga 80-85 sentni bizga o'zimizga baribir maqsad etib qo'yarlar kerak. Mana bir masala aytib mana bugungi kunga buni ko'rishlar. Tatishda 85 kilogrammlar deyishdi. Zeyda 77, Minjalada 73, Sarma 63, Muslimda 50, Aktanışda 32 bugungi kunda. Oshlama eti aksiyoma, ko'proq oshlama kirta shu qadar ko'proq o'nish bo'lar. Shunga ko'ra oshlama bilan yerni to'yindirib, andan olib ketarga bizga endi biologik, mikrobiologik oshlamalar bilan dois mana yana yılda bizga bari e'tibor etara kerak deb men hisoblayman. 5 yilda 1 milliard 420 million so'mlik avul xo'jaligi texnikasi olindi. Bu yilgina 410 million so'mlik texnika olindi. Bu zo'r investitsiya albatta. Bunisi uchun rahmat. Texnika qurolishlar yilmoqlanadi, texnika yanartib turadi kerak. Shu vaqtda baratni sredstvanida bizga o'ylab o'tirish kerak alдағы yilda. İkinçilik tarmağında ilişkin uçlar talışırıkını da üstürüge onay yığıntı yası. 20. yılda xo'jaliklarda 69 bin tonna süt, 5640 tonna mügizli iri tırlık eti yetiştirildi. Yetiştirilen varlık türlerini hesapka alıp, bugün günde süt kombinatlarına sayın %95 tonna süt tapşırıla. Bu yıl Allah bir sayısan bulacak biz 235 tonnaga çıkarımız oylarına deyip planlaştırabız. Nechikgina bo'lsa da, shunga ko'ra bizning maqsad baribir endi o'zimiz aytgan 250 tonna to'liq sutga shug'ul. Yil davomida o'rtacha bir serga 6718 kilogram sut sog'ildi. Mollarning to'liqlik o'sishi 780 gram bo'ldi. 13 mingda 732 bosh buzoq olindi. Rustamda tarixchilikni biz motor ko'rsatkichlar bilan bitirdik. Bugungi kunda da biz o'zgan yilga qaraganda 20 tonna ko'proq sut topshirib boramiz. O'zimizning sut sobiqlarini ko'ra ol tempimizning kemirga tegishli. Rayonda shaxsiy xo'jaliklarni da hisobga olib 47 mingda 527 bosh mug'izli tirlik hisoblana 2019 yil bilan solishtirganda 823 boshqa ortiqroq. Xo'jaliklardan mug'izli tirlik bosh soni 35 mingda 407, shu hisobdan 10 mingda 238 so'm seyr hisoblana, 9 mingda 750 shaxsiy xo'jalikda barliq 12 mingda 120 mug'izli tirlik asrala, shu hisobdan 4 mingda 838 so'm seyri. O'zgan yillarni solishtirganda mug'izli tirlik soni 230 boshqa ortgan bo'lsa, so'm seyralari 182 boshqa ortdi shaxsiy sektorda. Ag'imdagi yilda mol bosh sonining eng ko'p orttirishlar bo'lib, etas, iskiboy sarpo'jaka jediklari tura. Shu vaqtda aytasim kela baribir endi bir necha slayd, alдағы slaydni qo'yamiz qo'yasizda. Tirlikchilik bari tip oqsha kirimi. Bugungi kunda avul xo'jaligida shulay bo'lgan. Tip maqsadimiz tirlikchilikda
Prodüksiyonu arttırу, akşa kirimini arttırу. Men indi bir neçe zor o'sishga erishgan xo'jalikni ketirdim. Qizg'anishga qarshi tamir xo'jaliklarimizning o'zgan yillarga qaraganda akşa kirimin kimitdilar. Alloh aslayt. Bu indi tip ko'rsatkichlaridan birisi deb aytira kerak. Chunki 100 gektar avul xo'jaligi yerlarini sut yetishtiruv, 100 gektar avul xo'jaligi yerlarini yetishtiruv. Bular endi yillik analizlanadigan sonlar, Minsifos tarafidan da bular analizlana. Akşa kirimi, şuna göre manav sonlarni siz to'g'ri qarag'iz, analizdag'iz, ham o'zingizning foyda ekanligini ko'rig'iz. Shundan chiqib, tegishli natijalar yasag'iz. Alloh aslayt. Avul xo'jaligi bo'yicha bizning 12'si bo'lmaydi, 10'si bizda Minsifos kollegiyasi. Minsifos to'g'ri reyting chiqaradi rayonlar arasından da biz tilakchilik bo'yicha 3-o'rinda. Amma avul xo'jaligi bo'yicha 11 ga tushganmiz. Nechun tushganmiz? Xizmat haqi to'laymiz. Ona göre de mana tabisani qo'ydim men. 24 mingda 798 sredniy заработный plata bor, 16 ming bilan o'tirishlar, 19 ming bilan o'tirishini ko'rasiz. Shiyali, ikkamdan. Allohga dilni jurtmagan sefer 20 ming. Mana xizmat haqimiz faqat tegishli darajada beradi deb aytasim kelmay. Mana qiriyana qo'ydim men, сколько процентов составляет от денежной выручки. У kadar напряженно o'tiradi deb aytarim. 26 ga 9 bundan Nurbayan o'tiradi at vurishki. 27 bilan naratlı bo'lmay yo'qishmasin. Qolganlari bizning predelov norma xizmat haqi aldagi saytni qo'yadi. Yo'ligina ketirdim mana rayonlarni avul xo'jaligi bo'yicha bizning kimlarga qarab bunda xizmat qo'yadi. Ana ol 29 ming, Manmanashda 28 ming, Baltash 27 ming, Ko'kmara 26 ming, bunga 24 ming. Xizmat haqini arttirish bo'yicha bizga 2021-yilda ishlarga kerak. Hurmatli yetakchilar, bu darajadagina bizlarni bir nechta qoldira olmaymiz. Talablarning boshlanishini arttirish ham holatni shu bilan ta'min etish maqsadidan rayonda 2017-22 avul xo'jaligi o'stiruv programmasi bilan boshlangan edi. Tanifas Rashbirida turganda Tanifas Rash bilan biz birga hazırlagan edik. Qachondir bu sonlardagi borib yetmaslik sonlar gibi tuyulaydi. Hozir ko'pisini biz bularning o'sha shag'abda boramiz. Dirsimni aytganda, başta bizden 70 ming tonna sütimiz var, 91 ga chiqarga tegish. 250 tonna sütga chiqarga tegish davlatlik. Yetishtirishga yaqinlashib kelamiz, sredniy sotishni priveshga yaqinlashib kelamiz, sütga yaqinlashib kelamiz. Shunga ko'ra izliklar ravishda olib borganda bu o'zimizning tarafdan qabul etgan sonlarga biz erishishga tegish bo'lib turamiz. Haligi programmani amalga oshirish natijasida xo'jaliklarda mag'zurilik soni biz 40 ming boshqa itkirga tegish bo'lib turamiz. Bu kunda aytib ketildi, 35.600 ga 40 ming bosh bizga o'dalar bitdi. Bu yerlarga spokойно biz ular bilan ishlaymiz. Shaxsiy xo'jaliklar g'atirliklarning bosh sonini orttirish yo'nalishida respublika byudjetidan 2021-yilda 29 million 899 ming so'mlik, rayon byudjetidan 960 ming so'mlik yordam ko'rsatildi. Allah bilsa endi kelasi yilda da bo'ladi deb umidlanamiz. Respublika tarafidan da, endi rayon byudjetidan da biz shaxsiy sektordagi tirikchilikni o'stirishga yordam etish uchun aqsha sredstvalar qarayapmiz. O'zgan yildan ayirmali bo'laraq hurmatli avul boshliqlari kim sutni o'zimizga topshirib, shu yilliklarga subsidiya berishni biz o'zimizga maqsad etib qo'yamiz kelajakda. Mudir boshqarishimiz yo'q, ammo ta'sir etarga. Shumakarlik bo'yicha rayon iqtisodiy o'sishini ham o'rta biznes zo'r yig'intisi 20-yilda Oqtanish rayonida 2019-20 yillarga shumakarlikka yordam etgan o'stiruv munisipal programmasini turmushga oshirish bo'yicha rayon boshlig'i qarshisida shumakarlar soveti bilan birlikda ish olib borildi. Sistemali ravishda oy sayin shumakarlar soveti o'tirishlari o'tkazildi. Unda turli ministerlik ham vedostolar bilgichlar chaqirib, zakonlardagi o'zgarishlar, kunuzak bir chiqqan masalalar tekshirildi. Bu pandemiya shirida buyrakda muhim bo'ldi. Tez arada kerakli savollarga kompetentli javoblar berib, video ilmda yordamida ko'pgina uchrashuvlar, anglatuv ishlari olib borildi. Rayonda 1083 xo'jalik etuvchi subyekt ishlarni olib borish, shu hisobda
720 o'z mashg'ullar. O'z mashg'ullik bo'yicha plan ko'rsatkichi o'talishi 33% tashkil etdi. Iqtisodiyotdan aktiv kishi ham o'rta предприятиялар %73%. Ularda 2819 xizmatkor ishlaydi. Rayonda shulay 487 shaxsiy ishmakor tirkalgan. Kishi ham o'rta предприятияларning oqsha aylanishi 20-yil natijalari bo'yicha $1 milliard 600 million so'm tashkil etdi. Koronavirus pandemiyasi chog'ida 226 предприятие ham uyushma ziyon ko'rdi. 520 ishmakorimiz Tirli Respublika federal yordam choralaridan foydalanib borlig'i 105 million so'm ko'lamida oqshalarda yordam oldilar. Endi yo'nalishlarda ular bizning slaydlarda ko'rinadi. O'z ishchanligini kengaytirgan tilagan har bir ishmakorga yoqim kelib, tuzilish uchun yer maydonchiqlari bo'linib berildi. 20-yilda 15 yer ishlariga berildi. Shu hisobdan tuzilish uchun 8 yil davomida kishi ham o'rta ishmakorlar tomonidan 6 obyekt tuzib safqa bostirildi. 5 statsionar bo'lmagan savdo nuqtasi ochildi. Rayonda 2 san'at maydonchig'i bor. Aqtanish san'at parkında bugun kunda 2 gina rezident o'z ishini olib boradi. San'at parkini to'lantirib, to'liq ishini ishlatuvni ta'min etdi. O'zimizning tub bo'lishimiz bo'lib turadi. Bugun kunda Rastar kompaniyasi bilan siylashuvlari bor, ham bir rezident yer kishanligini rasmiylashtirdi. Respublika ko'lamida birdan maxsus san'at zonasi uyushtirilib, onun direksiyasini bildirib, birdan ishlarni olib boruvni ko'zda tutamiz. Rezidentlar uchun o'ng'ay shartlar to'ldirib, turli yordamlarni jariy etib, tashlamalar sonlar bildirib, maydonchiqning ishchanligini jonlantirishni tanlashtiramiz. Bugun kunda endi Aksol jamiyati Pramparkda bugun tuzuv ishlari olib boradi. Shulay bizning tanilgan g'oz o'stiruvchi Gilazopramel g'oz produksiyasi ishkar to'sixin Pramparkka qo'yib bo'yicha yer aformenti bo'yicha ishini olib boradi. Albatta endi baribir endi biz Rastar kompaniyasi bilan anontiv производство obyektini shunda qo'yib, o'zi aytgan 1 milliard ақша kirimini шығуына shu yo'nalishda shuning natijasida turmushga oshiramiz deb planlashtiramiz. 20-yilda tuzilish uyushmalari 1 milliard 270 million so'mlik kapital solig'ini o'zlashtirdi. Shuning ichidan yo'llar tuzilishina 716 million so'm, turoq tuzilishina 22 million so'm, kapital tuzilish remont ishlarini 272 million so'm, yerli byudjet ham boshqa sig'anoqlardan 260 million so'm ақша tutildi.